Dunyoga bir nazar solsam, odam bolasi borki, sochini tolasidan dushmani ko'p ekan. Shohniki shoh, gadoniki gado, har qadamingda dushman. Og'zingdan chiqqan so'zingdan tortib bosgan qadamingni hisobini qiladigan dushmanlaring ko'p bo'lar ekan. Lekin shayton shunaqangi bir og'ir dushman bo'lar ekanki, ko'zingga ko'rinmasa ham seni ko'rib turib, vujudingga kirib, qoningda yurib, balolarga giriftor qilib, ikki dunyoni saodatidan, Allohning rahmatidan benasib qilib, jahannamga yetaylaydigan eng yomon dushman bu shayton ekan. Mana shu ikki xil dushman inson bolasiga og'ir dushman ekan. Bergan bu javobingizdan ham rozi bo'ldim. 5-kalimaga o'ting.